Yo, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Hacker Shifokor va bugungi videoni boshlashimizdan oldin Hackerni bizga yo'llagan gapini eshitaylik. Odam ham zerikib ketdi ha bu narsalar. Bir prizmarinni olib boraylik-chi, nimalar qilayotgan ekan. Oppale, xo'p. Kun yangiliklari. Kundan kunga hackerning bolachalari ko'payib ketmoqda. Nima? Sizlar hali shu ro'yxatdagi kanallarga ishonib yuribsizlarmi? Bu kanallar men emasman. Faqat asosiy kanalimni tagidagi kichik kanallar meni kanallarim. Bular esa meni qayerdadir tug'ilib qolgan bolalarim bo'lsa kerak va bular o'zlarini hackerman deb tanishtirib xalqni aldayapti. Hacker videolari juda ham qiziq bo'ladi bolalar. Menga ham obuna bo'lib qo'yinglar, shu yetadi menga. Boshqa hech narsa kerak emas. Men hackerman. Hackerman rostdan ham. Xalqni aldayapman. Ertalabdan Jamol meni asabimni buzib, ertalabda uyg'otdi. Nima bo'ldi? Bo'q bosib ketdi uyingga. What the? Nima deysan? Bo'q bosib ketdi. Qani hamma joylarni ko'rsatchi. What the hell? Uyimni qo'rdi Jamol. Men hech narsa qilmadim, shunchaki kelib turib bo'q yopishtirib ketish tom joyga. What the hell? Mucha sassiq. What the hell? Bo'q? Hamma joy bo'q bosib ketdi. Uyingni qara, axlat o'ldirib yuborganmisan. Men bularni kechagina ham yo'q-ku, men bularni qilmadim. Yo, sen qilgansan. What the hamma joy kerak emas menga bu. Men uyingda yashamayman endi. Yashamasang yashamay. Men qilmadim bularni. What the hell? Yo, seriozman, bularni qilmaganman. Qara, kechasi fil kelganmi bu? Men onda bunaqa eshik denasi bo'lmaydi bolalar. Azal bu prank edi-ku, osmondan vertolyot kelib turib hammasini tashlab ketdi. Men buyurtma qildim prank qilib. What the Jamol tupoysanda tupoy. Qara, hamma joy sesib ketganini. Obunachilar salom, hammaga mana Hackerga prank qildim. Tupoymsan, kirisa kalla 4 million prosmotr qildi jigar. Rahmat senga prank qilib berganim uchun. Mana zo'r video yig'ishimiz kerak bolalar. Salom do'stlar, sizlar bilan men Hacker va hozir Jamol bilan hozirgina gaplashganimizdek uyimni ta'mirlab turib, normalni qildirishim kerak ekan va biz battleda kim yutsa, kattagina summa yutib olamiz. Ya'ni birinchi uyimni mana bu joqlarni buzib, maqadir nasib ketgan g'alati joqlarni olib tashlashim kerak. O'rniga esa tillali blokdan qo'yamiz. Va videoning nomini ko'rdingiz, qishlog'imiz yangilaydik degan video qo'yapman va video ham xuddi shunaqa bo'ladi. Ya'ni biz hozir uyimni yaxshilagina tillada narsa qilishimiz kerak va bu yerdan ichida bo'qlarni tekshiramiz va bu yerda yo'q ekan. Jamol yopishtirib ketibdi hammasini krisagallarga o'xshagan va hammasini tilladan qo'yib chiqamiz. Mana bu g'alati bloklarni ham olib tashlashimiz kerak. Menimcha sariq bloklar bilan mos tusharkan juda ham cho'tki tushyapti bolalar. Yaxshi. Bu cho'tki bolalar juda ham dahshat va biz bu xohlaymiz. Nima bu xohlaymiz? Yo'q. Noto'g'ri jigarlar. Boshdan aytamiz. Uying sozib ketibdi. Uying g'alati. Biz ham uyimizni cho'tkilashtirib berasan. Jigarlar shoshilmanglar. Hamma uyini bo'q qilib tashlashibdi. Biz ham uyimizga ko'chib ketdi seni bo'qlaring. Tupizm, krisikalla. Ota Jamol seni boshligingdan. Yo, men Jamol emasman-ku, tupoy Jamol bilan adashtirib qo'yirasan. What the hell? Bo'ldi, qattiq kulishingni qara. Jamol bo'lmasang ham Jamol akasimisan. Jamol akasiman. Anu mayli nechu. Qaranglar, Jamol akasi boshlaganmi seni? Yo, men emas, hammasi o'zlari. Xullas, men do'stlar, mana bu qanaqadir jigarlarimizni uyini bo'qlardan hosil qilib, bularni ham cho'tki uylarini qilib berishim kerak ekan. Demak, qishlog'imizni ham yangilash vaqti keldi. Demak. What the hell? Nimaga bo'q yopishtiraverasalar? Bo'q yopishtirmayapman men, bo'q taxlayapman, cho'tkilashtirishim kerak. Jinnimisan Jamol? Tupoymisan? Hammasiga men aybdorman, hammasiga. Doim men aybdor qilasan, kirisa kallamisan. Men shunchaki Ginneslar rekordlariga kirmoqchiman. Tupni quruvchi degan narsaga, o'shanga. Mayli, mana bo'q. What the hell? Jamol tupoymisan? Nega unaqa kritik olasan ha? Birinchi tillalarni olish uchun men o'zimizni G'azniga bordim. Jamolni esa bu yerdan haydab yuborishimiz kerak edi. Albatta G'aznidagi barcha tillalarni olib turib, tilla blokdan o'zimizni qishlog'imizni cho'tkilashtirishni boshlashimiz kerak edi. Menga tezroq kerak, tezroq. To'poymisan? Buncha sekinsan. Bo'ldi, sekin bo'ladida hammasi. Bizni qishlog'imizni o'zimni qishlog'imni tilladan himoya qildim. Bu juda ham yaxshi o'xshayapti. Biz norozimiz. Yana sen Jamol akasi bilan kirisaga o'xshagan suvni tushib olaydi. Bismillah. Hey Jamol, qani sen akangga aytib qo'y, tupoy bo'lib qopti. Men emas. Voy billah, Jamol nima qilib keshading?
Jamolni cho'miltirib qo'ydim. Keyin esa mana bunday qilib turib bu qishloqqa Jamol kirish kerak edi. Chunki Jamol bo'q bostirayotgan edi, lekin Jamol meni oshnam, shuning uchun u yerdan shuni o'tdi, karoshdagi mazza. Jamol keyin parashyut bilan yerga tushgandan keyin kayf qilib yerda asilib yurdi. "O, qishlog'imiz o'zgarib ketibdi. What nima ovoz ketdi? Mollami, sigirlami? Hidi ham boshqacha ketibdi qishlog'imiz." O, Jamol anaqasimi bu? What komandir ustiga tushibdi. Xullas, men Jamolni Jamol anaqasi Jamol akasini ustiga tushdi. Menimcha Jamol kelgan bo'lsa kerak. Karashdak bolalar Jamolni topishimiz kerak endi. Jamol qishlog'imizga qaytgandan keyin men mazza qilib Jamol bilan o'ynamoqchi edim. U esa bu qirg'itish boshladi. Jamol bilan keyin qishlog'imizni himoya qilish uchun katta vertolyotga tillali blokdan otish boshladik. Bu qattarroq emasdi. Ishqilib Jamol tuzib qosimni bilet. Krisi kallaga o'xshagani uchun vertolyotda katta bo'qlanib ketdi. Shuning uchun bu qishlog'imiz bo'q bilan bejashayana boshladi. Tabriklasalar bo'ladi. Endi qishlog'imiz o'zining holatiga qaytdi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Sizlar bilan men Haykal shifokor bo'ldi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'ling. Hammaga xayr. Chuqur g'orlar, sirlarga to'la, oltin temir izlaymiz birga.